Mana Yevropa. Shvetsiyani tog'larida yuribmizmi? Qayerda yuribmiz hozir? Shvetsariyada. Futbol o'ynayapmiz. Ana inomarka mashina turibmiz. Shvetsariyada. Yevropadamiz, короче. Ana futbol o'ynashyapti. Futbolni bo'ylab ana Merslar mana Germaniyani. Germaniya tomonga o'tib qoldik-ku biz. Yo'q, biz Avstriya tomonga. Avstriyadamizmi hozir? Mana. Alpga qarab ketyapmiz. Ana futbol bo'lyapti, futbol. O'sh tepada so'ri ham bo'laveradi bizga yotgan. Rais kecha chaqirib bo'lasiz. O'ylamang. O'g'ani, odamlar pasada. Chaqir rais. Davoga ochibdi, ana odam. Sarqima yotibdi. Yomg'ir yog'sa qochamiz deb o'tiribmiz, ha? Ana qochadi. O, tepada ham dacha bor ekan. Ya, uradi. Ha, bizniki dedi, aytdi. Reshetka urilgan ekan-ku. Ikkinchisiga chiqadi. Ikkinchisi urilgan. Hech kim yo'q lekin bu yerda. Birinchisi, ikkinchisi qayerda ekan? Ana eshik ochib tursak. Mana dachalar. Mana hayot. Ikki haftadan keyin bu yerda umuman hech kim kirgizmas ekan. Qor yog'ar ekan 2 haftadan keyin. Shunda mama qoldiroqlar mana 29-iyul. 2 haftadan keyin bu yerda odam sovqotar ekan. Qor yog'ar ekan. Mana hayot. Qarg'alar qaqillayapti-ku. Gumbur qilyapti tepada. Rais so'raychi, joy bormikan? Ochiq qoldi. Gumbur qilyapti, mama qoldiroq cho'lyapti.